jannatning va jannat ahlining sifatlari. Abu Lays Samarqandiy aytadi: Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qiladi. Dediki: "Yo Rasululloh, jannat nimadan yaratilgan?" Ul zot aytdilar: "Suvdan." "Yo Rasululloh, jannatning binosidan bizga xabar bering." Rasululloh aytdilar: "Jannat tillo va kumush g'ishtlardandir. Uning loyi yangi mushkdan, tuprog'i za'farondan, uning kichkina toshchalari marvarid va yoqutdandir. Kim unga kirsa ne'matlanadi, noumid bo'lmaydi va abadiy qoladi. O'lmaydi, kiyimi ho'l bo'lmaydi va hech ham yoshligi ketmaydi." So'ng yana aytdilar: 3 nafar kishilarning duosi qaytarilmaydi. Adolatli podshohlarning, og'zini ochayotgan ro'zadorning va mazlumning duosi. Chunki uning duosi bulut ustiga ko'tariladi. Alloh unga qarab aytadi: "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, albatta senga yordam beraman, agar keyinchalik bo'lsa ham." Faqih aytadi: Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: Jannatda bir daraxt bor. Biror ulovga mingan yo'lovchi uning soyasida 100 yil yursa ham oxiriga yetmaydi. Xohlasangizlar mana o'qing. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, uzaygan soyada, oqizib qo'yilgan suv bo'yida. Voqea surasi 27-32 oyatlar. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning ko'ngliga kelmagan narsalar bor. Xohlasangizlar o'qing. Bas ularning qilib o'tgan amallariga mukofot qilib, ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchini, oxirat ne'matini biron jon bilmas. Sajda surasi 17 oyat. Albatta jannatdagi qamchidek joy dunyodan va undagi hamma narsalardan yaxshidir. Xohlasangizlar o'qing. Bas kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgan. Oli Imron surasi 185 oyat. Ibn Abbos Alloh undan rozi bo'lsin aytadi: Jannatda bir hur bor. Uni ovunchoq deb atashadi. U 4 narsadan: mushk, anbar, kofur va za'farondan yaralgan. Uning loyi hayot suvidan qorilgan. Alloh unga bo'l degan bo'lgan va hamma hurlar unga oshiqdirlar. Agar o'sha hur dengizga bir marta tuflasa, uning suvi shirin bo'lib qoladi. Uning bo'yniga yozilgan: kim menga yetishmoqni istasa, Allohimga itoat qilsin. Mujohid aytadi: jannatning yeri kumushdan, uning tuprog'i mushkdan, daraxtlarining tomirlari oltin va kumushdandir. Shoxlari marvarid va zabarjatdan, barglari va mevalari ham shulardandir. Kimki tik turib yesa, unga ozor yetmaydi. Kim o'tirib yesa, unga ham ozor yetmaydi. Yotib yesa ham ozor yetmaydi. Keyin bu oyatni o'qidi. Jannat soyalari ularga yaqin va mevalari ham o'zib tanovul qilish oson bo'lishi uchun egib qo'yilgan bo'lur. Inson surasi 14-oyat. Ya'ni uning mevalari yaqin qilinib, uni yotib ham, turib ham, o'tirib ham yeyilaveradi. Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin aytadi: Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan zotga qasamki, jannat ahllarining chiroylari va husullari ziyodalashib boraveradi. Mana bu dunyoda qarilik ziyodalashgandek. Faqih aytadi: Suhaybdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: